Alo. Assalomu alaykum. Pochcha? Ha, xola. Men Shodiman. Ha, Shodiya. Uyda? Xola. Uydamisan yo qayerdasan? Uyda. Ha, uyda bo'lsang, men o'zim telefonim puli yo'q ekan, mana bitta ukamga iltimos qildim-da, nima dedim, Toshkentda edim, Sergeliga ketyaptilar. Ha. Menikida telefonda pul tugagan ekan. Aha. Shunaqangi yomon yomg'ir yog'ayapti, anaqa yo'li bor ekanda, burun qaynatam o'raqni 3 marta yerga tiqib, shof bobolarim deganda yomg'ir to'xtar edi-da. Shuni qilargin, men uyda emas edim. Nima qilaveray? Ayamga aytmoqchi edim, men sen chiqib qolding mayli, endi senga ham aytaman. Ha, mana xolam opamga beryapman. Ha, opangga bergin. Alo. Assalomu alaykum aya. Ha, Malika qanday? Yaxshi, rahmat. Men mana bitta ukamdan iltimos qildim. Birov telefonda telefon qilyapman. Uzr endi. Telefonda tugagan ekan. Uyda o'raqlaring bor. Yerga tig'ib olib turib 3 marta sof bobolarim deb yo'lini qilib qo'yinglar, bu yomg'ir to'xtasin. Meni qaynatam shunaqa qilar edi avval. O'zini yo'li bor buni ham der edi. Nimani deysan? Voy, hali tushunmabdi-yu bular, anqolmabdilar. O'raq borku, o'raq. Tushundingizmi?